Şöyle. Mana. 6 kurak. Ha, mana bo'zatish hali yo'q ama. Bo'zatish ham yo'q hali 6 kurak. Atiyo obunachilar, xudo xolasa ikkinchi qoringa 6 kurakligidan, yetuk bo'g'ozdan, oqquloq tumshoq yelinligidan so'ragan ukalarimiz yo'q, xudo xolasa akalar. Tug'dirib bering desam, tug'dirib ham beraveraman. Unisiga ham kelishaveradi. Jo'natib olaman, o'zim tug'dirib olamasam, jo'natib. 25 tadan kam sut bermayaptilar. Hali borda bunga ham jicha. Ha. Men bachadoni chiqsa, bitta yelini ishlamay qolsa tuqqanda, ishlamasa, bir aybi bo'lsa, u bo'lsa meniki. Obunachilar, birinchi, ikkinchi bo'g'ozlarimiz xudo xolasa so'ragan ukalarimizga 3-qoringa kunligi qolgan, 2-qoringa xudo xolasa kunligi qolgan. 1.45 ga 1.40 kelaveradigan joylariga. Mana qarang, voy joning sog' bo'lgur. Ikkinchisi. Voy 6 kurak ekan bu. Mana qarang. Voy 7-8 mana 7-chi mana. O, ko'rdingizmi? Assalomu alaykum, hurmatli Tilloz kanali nashadiy obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, bo'g'oz ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga juma ayyominglar barchaga muborak bo'lsin. Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz. Quvani Begatda beslagan xonadonlarga tashrif yurganmiz. Akalar, e'tiborlarga 3 bosh tayyor yetuk xudo xolasa oyi kirgan, kuni qolgan xudo xolasa shvedlarni ko'rsatib o'tamiz. Gaplarni so'zlarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldin uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa albatta layklar bosib, kommentariyada yaxshi fikrlar bildiraverasizlar. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa videoda chiqqan mollarda, chiqqan bo'g'oz, chiqqan sigirlarda xonadonlarga urmasdan, qirmasdan chiroq qilib yetkazib beriladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, layk bosmaganlar laykni bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Men bunaqa o'zim tug'dirib olaman. Bu yetuk bo'g'ozga juda talab kuchli bo'lyapti hozir Tilloz kanalida. Xo'p, sababi o'zim tug'dirib, yo'ldoshlarni, ishlarni hamma yo'g'ini halol pokiza qilib, o'zim sigir qilib olaman degan ukalarimiz juda ko'paydi. Xudo xolasa sizlarga 3 boshini ilindik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Tillojon obunachilar. Bugun jumayom hammalaringa ulug' bo'lsin. Ilohim hammani tan jon sog' bo'lsin, baxtli ota-onasi salomat bo'lsin. 3 ta yaxshi bo'g'oz molim bor. Ular sigirlarni ulgurmagani uchun chimolasi bo'g'ozlar siz obunachilaringiz uchun qo'yibman. Xudo xolasa. Xudo xolos bular ham tug'sa shu sizni videoda sotalar, xudo xolasa. Yana ham olaveramiz. Tug'dirib bering desam, tug'dirib ham beraveraman. Unisiga ham kelishaveradi. Jo'natib olaman, o'zim tug'dirib olamasam, jo'natib olaman. Muammosi yo'q. Yetib boraveradi. Aytgan joyiga boradi mollar. Mollarda aybi g'ubor yo'qdirlar, yuvosh, sinoqda mollar. Ular suti bor bo'g'oz kelgan. Haligi chap, orqa, o'ng, mana. Qarang, hali ancha solar ekan aka. 30 tadan kam sut bermaydirlar mol. Xudo xolasa tug'sa. Borda endi hali bir 15 kunligi bor mol. Belli ham qarang. Sinoqda moldirlar, aybi g'ubor yo'q. 4 son ekan haqiqiy molda uzunligini ham qarang, Tillo. 4 son narsa. Nechini tug'adi aka? 3-sini tug'adi xudo xolasa Tillo. 3-sini tug'adi. Qanchalik qoldingiz? 15-20 kunlik qoldi. 15 oy kirgan, ha? Oy kirgan. Xudo xolasa endi hali mana kuni tug'adi deya olmaysizda endi. To'ppa-to'g'ri. Tug'adi, mos qoldi. Oshib ketishi ham mumkin, ertaroq tug'ib qolishi ham mumkin. 8lar endi chiqyapti. Hali yetib ham bormayapti 8lar. O'zaga. Yo'za. Tanjon sog' Tillo. Bor yo'q. Qarang, bo'g'ozni endi so'rab qo'yaman-da aka. Men bachadon chiqmasligiga 4 yildan bir xilda chiqishiga javob beraman. Javob beraman. Bachadoni chiqsa, bitta yilini ishlamay qolsa tuqqanda, ishlamasa, bir aybi bo'lsa, u bo'lsa meniki. Tan olaveraman. Men bu mollarni aybi bo'lib chiqarayotganim yo'q Tillo. O'zku bilib turibsiz, majburlikdan chiqaryapman. Bu ham Tillo ikkinchi tug'ish Tillo. Aybi g'umor yo'q, nuqsoni yo'q mollarning. O'ta yuvosh ekan, ha? O'ta yuvosh. Bu ham bu xudo xolasa mana tishini ham ko'ryapsizlar. Ikkinchisini tug'adi ma. Mana 6 kurak. Ha, mana bo'zatish hali yo'q. Bo'zatish ham yo'q hali 6 kurak. Bo'ldi. Sanab olavering, qolganingizda. Hay. Ikkinchisini ham tug'atirlar. Molni qarang. 25 tadan kam sut bermaydirlar. Hali borda bunga ham jicha. Ha. Molga hali bor Tillo. Mana. Hali sharpillayapti endi. Hali bor bu mol tug'ishi. So'skalarni qarang, so'skalari uzun. Qochib tur. So'skalar ko'rsatib qo'ying. Hali bu ancha soladi yer. Mana. Mana unaqa bo'ladi mana. Yo'q deganni. Qarang.
Mana bunimiz tayyor, xudo xolasa Bu 1-2 yetiyor kunlik ekan, bor. ha? Buni olgan odam tug'dirib beraveramiz. Qoch. Tug'dirib beraveramiz sizlar. 1-2 kunlik qoldi Ha. nima? Xudo xolasa 2-3 kun tug'sa kerak. Chiqqani. Lekin ancha sopdi edi işte. Lopillab qolibdi. Molni Bu nechinchi qoringa aka bu? bu ham ikkinchi qoringa tirildi. Bular suti bor bo'g'ozligida kelgan hammasiga. Sog'ib ichilgan, sinovdan o'tgan. Hamma yo'g'i joyida tirildi. Yuvoshliklarimi ma? Ulam aka yaxshi tarbiya ko'rgan bular. Ha, tarbiyasiga muammo yo'q. Muammo bor yo'q. Nechin tug'adingiz aka buni? Ikkinchisini. Voy 6 kurak ekan bu. Mana qarang. Voy 7-8 mana 7-chi mana. O ko'rdingizmi? Endi boshladi. Ochingda-chi mana bu 8 mana. Bu qarang 6 kurak, tinniq 6 kurak. Haligi bir xilga odam o shoxini anaqasiga qarab ko'ramiz deydi. Ha, tishini ko'ring. Molda tilla tug'sa 20 litr tepasi suti bor molda tilla. Yengmi? Yirik narsalar ekan bu uchun. Ha, kichik mayda mol emas bu. O'ta Yirik polvon narsalar. mol. Dastlabki aka Dastlabki qilib beraman. Kelishilgan Muammosi holda muammosi yo'q. Telefon olsa, ha shu mahalgacha jo'natib yuribmiz. Yo'q degannikini olib borib beryapmiz. yetalab beraveramiz. Tillo mollar yetalamayman tillo. Mollar bo'g'oz mollarda bular endi Ha. yetalanmay qilaman bularni. Sigir o'saga yelindi. Uchovini bitta yetalaylik-chu. Bitta uchovini. Ozgina mo oyoqlarini ko'rsatib beraylik. Bo'laveradi. Ko'chada shunday bitta qilib aytib yuboraver. Bo'ldi, xo'p. Ketdik. Obunachilar, birinchi, ikkinchi bo'g'ozlarimiz xudo xolasa so'ragan ukalarimizga 3-qoringa kunligi qolgan, 2-qoringa xudo xolasa kunligi qolgan. 1.45 ga 1.40 kelaveradigan joylariga. Mana qarang, voy joning sog' bo'lgur. Mana to'rala oyoq, hamma yo'g'ini ko'rib qo'yasizlar. Aka endi hali bo'g'oz bo'lsa ham ozmoz yurgizib qo'ygan yaxshi-da. Ya bo'ldi. Hali musofirdan ko'rayotgan ukalarimiz bor. Nuqson bo'lsa meniki, Vohadan akalar molni bo'yini ash egasiga qarab bilib olsangiz ham bo'laveradi. Ko'ryapsizmi? 180 dan baland-da bo'yingiz aka. Baland. Mana. Akalar Molda aypig'i bor yo'q tillo mana. Tepan tuqqandan keyin tepib netib suv bo'lsa ham meniki. Aytib olaveraman. shunchalik garantalari. Ha. Ayz obunasiz. Aka ayting endi. Narxinimi? Ha, jupiga. Narxi jupiga 115 million ekan. Xo'p. Qanchadan bo'ladi? Jupiga 110 million qilib beraman oxiri. Kam bor. Ha, 110 million qilib beraman. 55 dan. Ha. Donagachi. Donaga kelishamiz donaga. Ko'ryapsizmi mana? Bunisi ham yeyapti. Bunisi ham mana. Bu degani bu tomonda qurug'imiz, bu tomonda xo'limiz. Xo'lu quruq tanlanmas Quruq mollar. tanlamaydi. Ha? Qolaveradi. Bu mollar sirasi urib qo'yapti joyida ko'ryapsizmi? Qo'li quruq tanlamaydi. 55 milliondan akalar. Tillo 110 aytayapman. million. Vobshe zo'r mollar. Rostdan ham vobshe zo'r mollar. Yoshsiz. Hali bu idishlari idish basta tillo. Bu Hali 3 barobar idish soladi hali mollar. Ancha soladi. Ha. Keyin yosh narsalar, ko'chat narsalar. Mana ikkovi ham. Yosh narsalar. Aypig'i bor yo'q tillo. Uchinchisini ham ko'rsatamiz. Atiyo obunachilar, xudo xolasa 2-qoringa 6 kurakligidan, 7 bo'g'ozdan, oqquloq tumshoq yelinligidan so'ragan ukalarimizga xudo xolasa akalar. Qarang sizga o'zim tug'dirib xudo xolasa eshlarni, yo'ldoshlarni tushirib maza qilib sog' ichaman degan ukalarimizga. So'raganlar uchun. Bejot akadan Videoni 3-chimiz. molga bu narsa deb hali Telegramda bu narsa yozishdan oldin videoni yaxshilab ko'ringlar. Aytganimiz gapimiz chiqmasa keyin yozinglar. Tishi 6 dona tillo. Xo'p. Ikkinchi bolasi. Aha. Tishini ham ochib ko'rsatdik videoda ko'rsin. Aha. Yuvoshliklarni ham ko'rsatdik, yeb ichishlarini. Xudoolasa ayb. Yetuk. Mana. Tug'adi. 2 kun yo 3 kunlik qolgan akalar. Mana mol bo'lsa shunchalik bo'ladi. Bundan ortig'ini bilmadim tillo. Mana. Haqiqiy oqquloq tumshoq yelinligi. Mana mol. Stoykani ham ko'rib qo'yasiz. Mana mol. Aka nechta qilib beramiz buni? Tillo olib qochmayman. Hop. Hali olib qoch u bu qilish bas 51 million so'm dastlabkasi kelish qilib beraman. 51 million so'm dastlabkasi kelish qo'ying. To'g'ri qilib qo'ysiz bo'lmaydi mana shuni? Tug'sa 20 litrdan kam sut bersa ham qaytarib olaveraman molni. Tuqqanni. Ha. Agar ayb chiqsa molni. Ha. Nuqson bo'lsa molni.
Diyelen ishlamasa, Ellik bek. bir g'ubor bo'lsa, Mana shuni. hak telefon qilaversa, kelishtirib beraman, muammosi yo'q. O uzoq turgan mollarim tilla, ko'rgansiz o'zingizdan mollar. To'g'rimi? Ana shu yerda hozir bir 20 dan ziyod mollar bor. Ha, bo'g'iz mollar, qora olasidan qora olasidan. Kelishaveradi. Qizil olasidan qizil olasidan, shved desa shved, qirg'iz shvedsa qirg'iz shved. Hammasidan bor. Xohlagan sortidan bor. Ish bitadi Ish ular. bitadi. Uch boshlisi, uch boshligidan ham bor. 3 boshliganmi? Uch boshlik ham bor, shved bo'ladi, mashindik, dahshat. Sementali bolali desa, sementali bor 2 yurak. Oh. Dahshat. 20 litr suv, Kelishdi, ikkita bola semental buqa. Endi ular yasham kuni qo'yamiz-da. Ha gap. Bo'lmasa, nimasi yo'q. Mana Mollarni akalar, ayb bo'lsa meniki tillo. o'zingizlar Ko'ngilni xotirjam qilyapsiz. Mana uzoqdan bir akalar bo'lsa, tug'dirib ham jo'natib olveraman. Tug'dirib ham beraveramiz, ha? Beraveraman. Uni ustiga ham kelishaveradi. Kelishaveramiz. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Hurmatli aka-ukalar, mana nomerlar qo'yganmiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, joylar sog' bo'lsin.